o'tgandan keyin qo'llarni uncha bir tomondan ishlamay qolgan. O'zi aytib bersin. Mana noyabr 19da 1 yil bo'ladi, xudo xolisa. 1 yil oldin insult bo'lgansiz. Siz hozir biz yonimizga nima shikoyat bilan keldingiz? Birinchi davleniya bilan keldim. Davleniya ham baland edi. 160 dan tushmadi. Xudoga shukr bilan hozir 120 ga 90 davleniya. Insult bo'lganman, chap tomon parapon ishlamay qolgandi. Ancha lecheniya oldim, keyin shotni eshitdim, mana ochish kerak tomirlarni deyishgani uchun mana keldim, xudoga shukr. Hozir sizga bu muolaja qilishdan oldin qo'lingizda nima sezyaptidingiz? Urushmi? Pol urushib qolgandi. Mana sal ochildi, sal mana hozir ma'lum bir joylaringizni bosganiga ochildi. Mana mashlarga sezib olmadim. O'shalargacha qon kelganini sezdim. Alhamdulillah. Yelkalarini to'g'rilariga o'zi qotib qolgan joylari, shuning uchun qo'llariga yaxshig'ancha energiya bordi. Bo'yining bu tomonini ko'rdik, endi davomi mana orqa tarafi ham bu yonboshi ko'ramiz, keyin mana bu yerda. Demak, insult bo'lgan bemorlarimizda ma'lum bir vaqt davomida o'sha miyadan yaxshi signal kelmaganiga mushaklar qotib qolib, siljib, biz tabobat tilda chiqish deymiz-ku, shunaqa sodir bo'lgan, to'g'rimi? O'sha joylarni siz solyapsiz hozir. Va bu uyushib qolgan qonlar, yurishmay qolgan joylar ochiladi. O'shalarga foydasi bor buni. Hurmatli obunachilarimiz, bu yolg'on emas. Mana bu xudo xolasa mana bu Mavlon akam o'zi ham tasdiqlayapti bu narsani. Kelganda bu narsa edi. Hozir endi mana shu ozgina bir 5-10 minutlik bosishlardan keyin o'zi akam qo'llarida qon yurganini his qilyapti. Bu shunday qilib inshaalloh muolajalarini davom ettiramiz. Davomi tugagandan keyin yana o'zlari bir aytib beradi, nima foyda sezganliklarini aytib beramiz. Qani muolajamizni tugatdik. Akamiz endi qani nima ishlarigi sezdingiz shunda muolajani shuni aytib bering. Shotlarni bosib, qo'ldaga mana uchigacha nima qilganini sezdim. Uchigacha kelgan. Ancha yaxshi bo'lib qoldimi qo'lingiz ishlashi? Men salona kuchim ozgina unaqa bo'ldi. Uni sezmayman. Endi men eringizni bir ko'rib borishim kerak-da sizda. Ancha yaxshi sezib qoldingiz. Yana bir ikki muolaja bo'lish kerak-da. Qo'lni shunday tirsak bilan mana shuni qo'ying-da. Yo'q, yotib qo'ying, o'sha yotmasangiz bo'lmaydimi deyman-da. Mana shunday tashab qo'ying qo'lingizni. Qo'lni bunaqasi qiling. Mana shunaqasiga bo'lsa. Altta bordi. Mana sal bo'lsa ham bu qon yuritish uchun-da. Uyushib qo'ygan narsalarga foydasiga. Insultdan keyin ko'p qon yurmay qoladi, shularni yozish uchun shunaqa qilinadi. Xo'sh. Alloh akbar. Ana bu oldu. Allah şifa bersin, chiqib yaxshi bo'lib keting Allohim. Yengillik sezdingizmi aka? Allohim. Yengillik sezing. Qo'lingizda bir kuch sinab ko'ring. Yo'q, unaqa. Keldimi kuch? Yo'q, bor. Mana shu urush unaqa deb Endi bittada yaxshi bo'lmaydi-yu. Ancha jon kirib qoldi-a? Ancha jon kirib qoldi. Alloh shifo bersin, yaxshi bo'lib keting Allohim. Yana seansga kelsangiz agar yaxshi. Allohdan. Telefon nomeringizni aytib qo'ying, 1.5 oldindan so'rashga telefon nomeringizni aytib qo'ying. 503 8152. Shu kishidan so'rasangizlar, natijasini aytib beraveradi. Tushunmagan, ishonmagan insonlarga.